Xo'p, bismillah. Bitcoin'ni analizini kommentariyasidagi savollarga javob beramiz va Bitcoin'ning keyingi holatini analiz qilamiz. Xo'p, savollar bor ediki, trend liniya qayerdan tortiladi? Tanasidanmi yoki ignasidanmi? Meni videolarimni ko'rgan bo'lsanglar, men tanasidan tortaman o'zi. Tanasidan tortilgani mana shu xavfsizroq. Chunki ignalar boshqa vazifani bajaradi aksar holatda. Shu sabab. Keyingi narsa bu boshqa ko'yinlarda ham ishlaydimi? Kanal yoki trend liniya masalasi. Qaranglar, mana eski analizimiz qay holatda edi? Mana shunday holatda edi, to'g'rimi? Ko'rgan bo'lsanglar, aytilgandek harakatlandi. Undan keyin yorib chiqdi, undan keyin yurdi. Kanalimga tashladim. Pastki tarafda kanal yasadi, to'g'rimi? Mana bu yerda kanal yasaganini ko'rishingiz mumkin. Chalg'imasliklari uchun buni o'chirib, buni tahlil qilamiz. Qay holatda bu ishlab berdi. Ya'ni bizdagi narsa keldi, bular biz aytgandek harakatlanib berdi. Tepaga keldi, pastga. Mana shuning ichida harakatlandi. Xo'p, undan oldin yorishligi, tepaga yoki pastga yorishligi haqida tushuntirgandik. Mana bu oraliq haqida. Oxirgi oralig'larda qarasanglar, ochiqcha pastga kuchayib ketdi mana. Qayta deyishlarning orasi juda qisqarib ketdi. Keyin mana bu 0.5 zonasiga test qilishligini aytgandik, mana shu zona test qildi pastga qarab. Xo'p, mana shu test qilgandan keyin hozir mana bir ajoyib narsa borki, mana bu yerdagi impulsni hisoblashlikni aytgandik. Misol, mana hisoblaydigan bo'lsanglar, mana shu impulschalik harakatlanib beraveradi. Mana impuls bor, test qildi, impuls bor mana. Tushunasizlar? Xohlasanglar mana bu yerga qo'yishinglar mumkin. Lekin ozgina korreksiyadan keyin tushishligi mumkin. Buni ham boshqa zonalar tarafdan analiz qilishinglar mumkin bo'ladi mana. Impulslar ko'rsatayotgan narsa yomon narsa emas mana. Shu atroflarga tushishi mumkin. Qachon? Ozgina nimadan keyin, test qilgandan keyin tushishligi mumkin bo'ladi. Lekin asos mana bu yerdagi impuls bilan korreksiyani tushunib yetishinglar mana. Hech narsa bo'lmasa. Mana bu yerdagi impuls, mana bu yerdagi impuls. Ko'rganinglardek, mana testdan keyin xuddi shuncha mana hech qanaqa ошибкasiz yurib beryapti. Impuls qilyapti. Yana pastga ozgina mana bu yerdagi manipulятsion harakatlar bo'ladi, lekin asosda hech qachon unutib qo'ymanglar-da. Mana shu yerdagi qilmoqchi bo'lgan ishlari. Ko'yinlar o'zi sog'lom ko'yin bo'ladigan bo'lsa, mana shu trend liniya ishlaydimi, kanal ishlaydimi? Mana shu narsani sog'lom ko'yinlarda ko'rishinglar mumkin. Bu Link, Solana shunga o'xshagan nimalar? Kriptovalyutalar. Agarda low cap bo'lib, kapitalizatsiyasi kichkina bo'lib, Pancoinga aylanib qolgan bo'lsa, bu boshqa instrumentlar bilan ishlanadi o'sha. Boshqa instrumentlarda u yerga tushiriladi. Har bitta coinni o'zini tabiatiga, xarakteriga qarab turib instrument ishlatiladi. Bitta instrument bilan hamma kriptovalyuta mana shu ishlaydi deb tashlashlik juda qiyin. Tushunasizlarmi? Chunki bular hammasi har xil harakatlanadi. Masalan, mana Bitcoin pastga yuryapti, ba'zi coinlar tepaga yuradi. Bularda ham hammasini nimasi bor, sabablari bor. Tushunasizlarmi? Buni hammasini ko'rib, kuzatib tursanglar bo'ldi. Faqatgina ozgina ilm olasizlar, bo'ldi. Bozor tushayotganda ham ozgina foyda qilib tursa bo'ladigan o'rinlar. Chunki bozor har doim tepaga qarab yurmaydi. Xo'p, Bitcoin masalasini tushundik. Ya'ni trend liniya, impulslar masalalari agar to'g'ri topadigan bo'lsanglar, bemalol ishlab beradi ekan. Mana bu yerda bitta impuls topdik. Mana rost tak oddiy masalada mana impuls bor, mana bu yerda korreksiya bor, manipulятsion holatlar bor. Undan keyingi impulsni biz o'lchasak mana, o'lchasak. Mana shu yerda bir xil chiqyapti. Demak, pastdagi holatda ham mana tushib kelishdagi holatda ham bemalol o'lchasak xuddi shuncha chiqar ekan. Faqatgina mana bu narsalarga aldanib qolmaslik kerak bo'ladi. Tushunarlimi? Kanaldagi hozir ko'rsatsam, mana bunday qilib ko'rsatadigan bo'lsam, ko'pchilikka mana bu chiqib tushganlari qiziqarli bo'lishi mumkin. Bular hammasi ложный пробой deb ataladi. Ya'ni insonlarda
Yani psixologiyasi bilan o'ynashadigan o'rinlar ketdi, tepaga yorib chiqdi. O'sha kanalda tepaga yuramiz deyiladi. Pastga tushadigan bo'lsa ham xuddi shunaqa. Lekin pastga juda tekizlik bilan testlar qilib bergan, ko'rayotgan bo'lsanglar past. Bitta bor. Mana dars. Test aniq bo'lyapti mana. Trend liniyalarga test aniq qilyapti, tushyapti. Ya'ni hammasini sizlar ko'rib turibsizlar, tushunyapsizlar? Faqatgina shu narsalarni sovuqqonlik bilan tushunishlik kerak. Oddiy analiz qilish bilan pul bilan analiz qilishlik juda katta farqi bor. Bozorda o'zingiz sotib olgan coinni analiz qilishlik ham juda katta farqi bor. Shuning uchun ozgina tajriba kerak bo'ladi. Xo'p, umumiy bozorda holati qachonlarda chizgan ekanman? Mana shuni totalda 6-fevral bo'lsa yoki tushishligini mana shu yerdagi zonalarga asoslanib chizganman. Mana shu bozorda umumiy holati mana. Общий рыночный kapitalizatsiya kriptovalyuta. Umumiy holat mana shu. Bitcoin ham bor, hamma narsasi bor. Ko'rayotgan bo'lsanglar, juda katta pik bo'lgan 4 trillionda, undan keyin hozir 2 trillion, ya'ni yarim pul o'sha bozordan chiqib ketgan. Qachonki mana shu yerga pul kirishlikni boshlasa, keyin kriptovalyutalar yurishlikda davom etadi. Analizlar bo'yicha mana qarayotgan bo'lsanglar, faqatgina qizillik bor, ya'ni qizil shamlar to'la. Mana bu yer xuddinki nimaga o'xshaydi? Pastga yurishlikka nakapit qilayotganga o'xshaydi. Lekin bu yerda bitta muhim masala bor. Bu yerda hozir ozgina yurib, tepalarda ko'rganda bo'ldi, o'sha alt sezon keldi degan yana internetda xabarlar, yana dalshi pastga qarab yurishligimiz mumkin bo'ladi. Tushunyapsizlarmi? Ya'ni hammasi grafik asosida harakatlanadi, lekin bular yangilik bilan buni vahimali qilib ko'rsatiladi. Pastga ketishi bo'lsin yoki tepaga ketishi bo'lsin, по-любому mana shu ozgina harakatdan keyin yangiliklar chiqishlikni boshlaydi. Ya'ni bozor birinchi yangilik bilan birga yuradimi yoki yangilikka qarab yuradimi desa, Alloh, meni fikrim bo'yicha yangilikka qarab yuradi. Bozor hamma sabablarni topgandan keyin, mana grafikda sabablar topilgandan keyin, misol aytaylik, pastga tushishiga biz hozir sabablar ko'ryapmiz. Chunki tepaga yurishligiga hech qanaqa nima yo'q. Pul kirmagan, faqatgina chiqib ketyapti mana shuncha vaqt mobaynida. Buni hisoblaydigan bo'lsanglar, 50 kun mobaynida faqatgina pul chiqib ketayotganga o'xshayapti, to'g'rimi? Bizni analizimiz bo'yicha ozgina tepaga, keyin pastgami? Mana shunga qarab turib hozir yangiliklar chiqishlikni boshlaydi. Falonchi sotib oldi, kimdir o'lib qoldi, kimdir bu narsalar bo'ldi degan narsalar bozorda tarqaladi. Shu asosiysi mana men sizlarga sovuqqonlik bilan o'zim bozorda tushuntirib beryapman. Tushunyapsizlarmi? Bu juda oson narsa. Sizlar shu darajaga yetib, mana misol o'zingizlar sotib oladigan coinni xuddi shu darajada analiz qilib, hozir manaqa bo'ladi, yangiliklar chiqadi, men bularni nima qilishim kerak, sotib olishim kerak degan narsalar bo'ladigan bo'lsa, coinlar tushayotganda sotib olishdan siz qo'rqmaysiz. Tushunyapsizlarmi? Misol men analiz berayotganimda tushib kelayotgan narsaga berayotgan bo'lsam, men uni oldindan analiz qilib yurgan bo'laman-da. Tushunyapsizlarmi? Shunaqa narsalarda o'rganishlik uchun ozgina tajriba kerak. Sizlar o'ylagandaqa internetda ko'rayotganinglardaqa shunday kirdinglar, $200 bilan qanaqadir boyib ketadigan narsa emas. Bu yerda olib sotishlik uchun yaxshigina pul kerak. Foydalar ham mana shu pulni nimasidan, foizidan kelib chiqadi. Misol $2000 pulinglar bo'lsa, $2000 aylantirayotgan bo'lsanglar, oyiga обычный bizneslarda 3-5% maksimum nima ko'rsatiladi? Foyda ko'rsatiladi. Kriptovalyutada 10% foyda qilishlikning ilojisi bor, lekin bu uchun vaqtlar kerak. Tushunasizlarmi? Bu $2000larga oyiga 10% foyda qilsanglar $200 tashkil etadi. Mana shu narsalarni ham tushunib yetishinglarni sizlardan so'rab qolaman. Videolarni albatta yaqinlaringizga ulashinglar. Bitcoin analiz qilish qiyin emas ekan, bozorda tushunish ham qiyin emas, inshaalloh. Men sizlarga sodda tilda tushuntirishda davom etaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.